Sog'lom hayot tarzini tanlaydigan fitonyashkalar. Ekran oldiga yaqinroq keling. Unsiz, shakarsiz, mazali bo'lgan ruletni sizga tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Avvalambor 3 ta tuxumni oqidan ajratib, sarig'iga esa quruq masalarni solib aralashtirib chekiga olib turamiz. Tuxum oqiga esa bir chimdim tuz solib mikser yordamida aralashtiramiz. Kakaoli aralashmamizga 1 osh qoshiq kraxmal solib, bu massani ham yaxshilab mikserlab olamiz. Ko'pirib chiqqan tuxum oqiga esa shokoladli massamizni 3 qismga bo'lib, asta-sekinlik bilan tepadan pastga qarab aralashtirib chiqamiz. So'ng esa pergament solingan listimizga tayyor bo'lgan korjimizni yoyib chiqamiz. Keyin esa 200 gradusda qizib turgan duxovkamizga 10-15 daqiqaga yuboramiz. Korjimiz tayyor bo'lguncha esa proteinga boy bo'lgan kremimizni tayyorlab olamiz. Suyuq massani barchasini blenderlab, pishib chiqqan korjimiz ustiga kremimizni yoyib chiqamiz. Ruletimizni ichiga esa uyingizda bor bo'lgan mevalardan foydalansangiz bo'ladi. Men esa achchiq nordon shirin ta'mni kompensatsiya qildim. Zarari yo'q, foydasi ko'p. Ruletimizni asta-sekinlik bilan o'rab, muzlatgichga stabilizatsiyaga yuboramiz. Ko'rib turganingizdek shirinlik yeb ham ozsa bo'ladi. Menga obuna bo'lish tugmasini albatta bosing. Retseptimni yoqqan bo'lsa, yurakchalaringizni qoldiring. Organizmingiz uchun foydali, qomatingiz uchun bezarar bo'lgan retseptlar hali oldinda.